Ulug'bek aka, menga professional sotuvchilar kerak. Qayerdan topsam bo'ladi? Bu savolni juda ham ko'pchilik insonlar beradi menga. Oldin ham javob berganman, hozir ham javob bersam zerikmayman. Professional sotuvchilar o'zini joyini topib ishlab yuribdi. Ko'chada bekorchi, ishsiz professional sotuvchilar yo'q. Buni yechimi sotuvga qiziqqan, sotuv qobiliyati bor insonni ishga olasiz va 3 xil usulda uni o'qib tayyorlatib olishingiz mumkin. Birinchisi, ustoz shogird an'anasiga muvofiq xodimni ustozga biriktirasiz, ya'ni kompaniyadagi sotuv bo'limi rahbariga. Ikkinchi yechimi, menga o'xshagan sotuv bo'yicha top ekspert, sotuv bo'yicha o'qitib beradigan ustozga oylik kurslarga o'qitib tayyorlaysiz. Uchinchi eng zo'r usuli bor. Ishga olganingizdan keyin mana seni joying, mana seni ish qiladigan ishing deb o'tkazib qo'yasiz, buyog'ini o'zi papit o'rganib oladi. Ana endi Bekzodjon, sizga savol. Siz qaysi usul bilan professional sotuvchilar tayyorlamoqchisiz?